Mana bu ko'p qavatli ulkan bino qulab tushmasligini qayerdan bilamiz? Keling buni Lira dasturida ko'ramiz. Lirada har qanday bino chekli elementlar usuli bilan hisoblanadi. Ya'ni butun bino minglab mayda bo'lakchalarga bo'lib chiqiladi. Plitalar qobiq sifatida, rigellar esa stержень sifatida kiritiladi. Ular binoning barcha og'irligini o'ziga olib, kolonnalarga uzatadi. Kolonnalar binoning oyoqlari. Lirada ular ham vertikal stерженьlar bo'lib, butun yukni yig'ib pastga, fundamentga olib boradi. Eng asosiysi fundament. U qalin plita sifatida modellashtiriladi. Dastur bino ostidagi tuproqning cho'kishini ham hisobga oladi. Oxirida dastur barcha yuklarni, jumladan zilzilani ham jamlab hisoblaydi va qayerga qancha armatura qo'yish kerakligini aniq aytib beradi. Qurilish sirlarini o'rganishni xohlaysizmi? Sahifamga obuna bo'ling, hali ko'p qiziqarli videolar bor.